ishni yomon qilsan, lekin ozgina menga ham ber. To'g'ri yaxshimisan? Jo'ra yaxshimisan? Bir minutga mumkinmi? Tinchlikmi? O'zingda bir gap bor edi, Jo'ra. Hop. Jo'ra, 200 ming so'm pul kerak bo'lyapti, iltimos berib tur. Bo'ldi, beraman, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Faqat bolalar bilmasin, xo'p. Bo'pti, kartangni tashlayveraman. Bolalarga aytib o'tirman. Bo'ldi. Ha, tinchlikmi? Nima dedi? 700 ming qarz so'rayapti, bolalar bilmasin deydi. Ay, yo'q. Ya beraman endi. Shakarchi surganmisan sochingga? Yaxshimisan? Yaxshimisan jo'ra? Bir minutga qarab ol. Tinchlikmi? O'zingda gapim bor edi. Yur mashinaga. Tinchlikmi jo'ra? Jo'ra, san tanishlaring ko'p-ku. Bitta ish topib bersang zo'r bo'lardi. Faqat bolalarga aytma, iltimos. Ya bo'ldi, topib beraman jo'ra. Faqat bolalar bilmasin. Ya bo'ldi, gapga jo'ra. Kutaman. Tinchlikmi nima dedi? Ish topib ber deyapti, faqat bolalar bilmasin deydi. Ha, yo'q. Shunaqa dedimi? Topib beraman. Mana futbolkalar 88 mingdan ekan. Zo'rami? Bobur jo'ra, bir minutga mumkinmi sani? Tinchlikmi? O'zingga gapim bor edi-da. Bo'ldi, hozir. Jo'ra, imbazar narsalar arzon bo'lib ketibdi-da, chunki 500 ming qarz berib tur, faqat bolalar bilmasin. Bo'ldi. Mana jo'ra. Faqat bolalarga aytma, xo'pmi? Bo'ldi, xavotirlanma jo'ra. Mana kepkachilar 35 mingdan ekan. Ha, tinchlikmi? Nima dedi anu? 500 ming qarz so'rayapti, bolalar bilmasin deyapti. Ha, yo'q. Xushbaqa ekanlar. Men senga aytma dedim, hech kimga. Nima qilay? Avtomatik aytib yurar ekan odam. Bu ham so'rayapti, nima dedi deb. Senga nima dedi deb so'raysan. Aytib yuramanda, men majbur bo'lasan. Masalan, mana bola nima dedi desam, nima deysan? Aytaman mana. Men ham aytib yuryapman-da endi. Video birikki hamkorligida tayyorlandi. Siz bo'lib to'pov videolar hamda mashlar to'g'rilaringizni aniqlab, ular orqali mo'maygina daromad ishlab topishingiz mumkin. Ushbu videoning kommentariyasidagi ссылка asosida kiring yoki yangi registratsiya qilayotib, Uzvans promo kodini kiritib o'ting va ilk depositingiz uchun $500 bonusga ega bo'ling. Bugun sizlar bilan 300 ga kirib uylanmagan yer sayyorasidagi noodatiy mavjudotlar haqida gaplashamiz. Ketdik. Ana biratan oti Islom. Bu o'z juftini boshqa sayyoralardan izlamoqda. Hozir nima qilyapsiz? Xalaqit bermang. O'zga sayyoraga signal yuboraman. Hozir bu kishini tanasi yerda, miyasi esa o'zga sayyoralarda suzib yuribdi. Kelajakda qaysi sayyoradan uylanmoqchisiz? Saturn. Saturndan uylanmoqchi ekanlar. U yerda qanday to'y qilmoqchisiz? Odam ko'chirish u yerdan. Muammo emas. Ha. Mana Elon Musk o'zini ilmiy tashviqotlarini yakuniga yetkazgandan keyin 250 kishi Saturnga bostirib boramiz. Keyin gumbara qarz qilib to'y qilamiz, kelinni olib kelamiz. Mana signal yuboraman, qarang. Signalga atvet kelsa bo'ldi. Keyin bitta iltimosim bor. Mana shu peredachangizda o'zga sayyoralarga ham e'lon qiling. Mo'sht meni muhabbatim kuzatib turibdi. Ha? Shu videoni o'zga sayyoradagi qizlarga yuborib qo'yinglar. Mabodo Islomjon ham bir baxtini topib ketsa. Ha? Assalomu alaykum. Bugun parkka boramizmi? Park admin. Park puliga shtraf to'laymiz. Hech bo'lmasa qizingizga shikoyat olib keldingizmi? Qizim shikolatni pulini kamerachi akalaringga berib yubordim. Bugun ularning qizi shikolat yeydi. To'g'ri aytasan, teshib chiqsin. Xotiningizni belini sindiribsiz-ku, qanaqa? Endi men taksistman-ku, tushimda ham kira qilaman, qattiqroq gaz bosib yuborgan bo'lsam, beliga tekkanda. Unda burni nimaga singan? Endi signal ham chalganman-da. Qayerga chiqibdi? Zo'r, 5 yulduzcha qo'yaman. 2 kundan beri uyga kelmay qattiq yuribsiz. O'chir ovozingni. Kiyiminiki men bilan metanga borasan. O'shanda bilasan qattiq yurganimni. To'xta. Qozon ol, ovqat qilamiz, och qolamiz-da. Mana eshit sekiryapsa bo'ladi. 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 Bo'pti, o'rta yaxshi aytib ol. Uylarda eski tushga yig'yapsizlarmi? Yo'q, men Yandex ishlayman-ku, dastavkadan chiqarib olib, olmaganlarniki-da bu. Ana nimadir qimillayapti. Ha, buni ham dastavkadan chiqarib olishga egasiga yetib bormagan-da. Endi o'zingizlar boqasizlarmi? Yo'q, hozir yangi dastavkadan chiqarib yuboramiz. O, dastavka keldi. 221 damas. 35 dan o'tib qarib o'ylansa nimalar bo'ladi? Kuyov jo'ralaring ham xunuk qorin qo'ygan bo'ladi. A, yo'q, mana yoshroq ham bor ekan. Yo'q, men adam o'rnlaridan keldim. To'yga taklifnoma. Menga qiziqib o'ylangiz kelib qoldi. Yo'q, qizimni yerga beryapman. Qaynotang ham jabigan emas. Endi-ku, qizimni aytishi bo'yicha uyga kechga o'tgan ekansiz.
Yig'ishtiring bunaqa ishlaringizni. O'rtoq, kecha o'zing bilan birga o'tirdik-ku, qo'ysang-chi. Ichimsa qaynatadigan Menga bitta Sezar salat. Aha, adizini yedilar. Men buni adasi emasman. Tushunarli, amakizini yedilar. Kelishingizda shikoyat olib keling. Xotin, shikolat olib keldim senga. Keloling. Keloli arzon tushadi. Dunyo qarashinglar, didinglar yer bilan osmon bo'lib yotibdi. Karvon ko'rdim tuyalari o'zlab kelar. Konsertga boramizmi? Jon qizim, meni konsertda shovqinda mazam bo'lmaydi. Yurundan ko'ra sanatoriyaga boramiz. Grijali yo'qoladi, gavara ketadi. Ajrasaman, nima qilqqa kirgan bo'lsam. Kreditlarni to'laymiz. 5-sinf bo'ldi. Qachon buni sunnat to'y qilamiz? Va urma o'zi. Zato o'rtoqlaringni boshi problemadan chiqmayotgan paytda sen xotining bilan endi shirin hayotni boshlayotgan bo'lasan. Hayot seni menga